Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bu quyonamiz to'qishga joy tayyorlabdi. Bu tuproqlarni oldiga tortgan. Mana bunday xaslar bor. Bedani poyasi. Shu bedani poyasini bir qarich qilib sindirib, bu yerga hozir tashlaymiz. O'zi uycha yasaydi shu bilan. Mana o'sha o'lyapti. Ko'rib turganingizdek bo'lyapti. Hozir og'ziga to'ldiradi-yu, u yerga yasaydi uni. Obuna va like ni bosib qo'ying. Quyon haqida va yana qiziqarli ma'lumotlar chiqaramiz.